ليث صبور ريح الشهادة. Keyingi bob zulm va javr haqida. Alloh azza va jalla aytadi: "Qad khaba man hamala zulma." Zulmni ko'targan kishi ziyon ko'ribdi. Ya'ni qiyomatda yelkasiga zulmni ortib kelgan odam. Va yana Alloh azza va jalla aytadi: "Va man yazlim minkum nuziqhu azaban kabira." Sizlardan kim zulm qilsa, unga katta azobni tottiramiz. Ibrohim alayhisalom sahifalarida kelgan ekan. Mazlumning da'vatidan qo'rq, chunki u rad qilinmaydi. Uni rad qilmayman deb Alloh azza va jalla aytayapti, ya'ni. Agarchi u da'vo kofirdan kelsa ham. Men aytamanki, izzatim, jallalatimga qasamki, bir muddat keyin bo'lsa-da senga yordam beraman. Demak, kofirning nolasi ham agar mazlum bo'lsa Allohga yetadi. Va yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Laysa minna man zalama musliman aw darrahu aw azzahu aw nakarahu." Musulmonga zulm qilgan, unga zarar bergan, unga izzatini ko'rsatgan, unga munkar ish qilgan kishi bizdan emas. Dushmanlik qilgan kishi, ya'ni bizdan emas deganlar. Yana rivoyat qilinadi, ba'zilar buni hadis desa, ba'zilar Ali roziyallohu anhuning so'zlaridan deydi, hikmatli gap bo'lganda ham. Ma tubali hassanta juran aw dakhalta fi wa qabbahta adlan aw kharajta min. Bu ham juda ham kerakli gap. Sen zulmni chiroyli qilib ko'rsatdingmi, o'zing unga kirib ishtirok etdingmi, senga endi farqi yo'q. Xuddi shuningdek, adolatni qabih qilib ko'rsatdingmi yoki undan chiqib ketdingmi, endi farqi yo'q. Ya'ni men qilganim yo'q deyish insonga uzr emas. Sen agar bir zulmga kirib o'zing ishtirok etmagan bo'lgan taqdiringda ham uni chiroyli qilib ko'rsatdingmi, sen zolimsan. Matubali, unga e'tibor qilma o'zingcha. Farqi bor buni deb. Sen chiroyli qilib ko'rsatding nima, unga kirding nima, bitta narsa. Shuning uchun aytamiz, bugun podshohlar yonida turib olib, ularni qilayotgan ishini oqlab berayotgan odamlar podshohlar bilan tengma-teng. Chunki podshohga chiroyli qilib ko'rsatib beradi uni. Misol uchun qarang, kecha kunduzda mullalar aytayotgan gapni. Bugun shakar tanqis bo'lyapti, qimmatlayapti. Minbarda turib odamlarga aytayaptiki, kim shakar yemasa o'libdi deydi. Qani kim o'ladi? Ayting, shakar yemasa deyapti. Ehtimol o'zini uyidan shakar aramasligi mumkin shunaqa deyotganlar. Choyni shakarsiz ichmasa kerak. To'y tantanaga borsa shakarsiz o'tirmaydi. Boshqa shirinliklarda ham, bola chaqasi bor, uni ham xotini bor, shakarsiz o'tirmaydi uyda. Lekin endi davlat bunday ozroq uch tomonga o'tgandan shunday uch tomonga o'tib olyapti-da, o'sha siyosatni oqlab beryapti. Keyin aytayaptiki, o'zini oqlab, ha, endi ular yeversin, indamasligimiz kerak deysizlarmi degan savolga javob berib, ha, o'zi javob beradi deyapti. O'zi javob bersa, sen uni oqlama. Sen lekin chiqib hozir odamlarga shakar yemaslikdan nasihat qilib, oqladingmi o'sha shakarni qimmatlatayotganlar yoki tanqis qilayotganlarni? Hassanta uni chiroyli qilib ko'rsatdingmi? Tamam, sen endi unga kirding. Bir xilsan. Shu ishni qilayotganlar bilan. U qarangda o'zi bu yerda bir ajoyib bir holat bor. Ular o'zlari shu qoidaga amal qiladi, birovga kelganda, o'ziga kelganda emas. Misol uchun, hozir bir odam jihodga da'vat qilsa, umrida qo'liga qurol ushlamagan bo'lsa ham terrorist deydimi uni? U nima qildi? Umrida qo'liga qurol ushlagan yo'q. Aytadiki, ha bu chunki ular tegirmoniga suv quyapti. Hassana, ular chiroyli qilib ko'rsatyapti deydi. Ha, birovga kelganda ana shunaqa, ular qilganni ham, uni chiroyli ko'rsatganni ham bir xil jinoiy javobgarlikka tortadi. Ha, endi o'zlariga kelganda esa yo'q, u o'zi javob berar ekan, bu kishi uni oqlab berish kerak ekan. Yoki xuddi shunday aksiya mana qarang. Sen adolatni qabih ko'rsatding nima, undan chiqib ketding nima, bir xil deyaptilar. Adolatsizlik o'zing qildingmi yoki shu adolatni qabih qilib ko'rsatding, bir xil gunoh hammasi. Bugun mana shunga mana aktyorlar, rejissyorlar, ana shular kiradi asosan. Ular ko'pincha davlatga yoqish, o'sha yerda qandaydir manfaatlari borligi uchun davlatdan filmlar ishlaydi-ku, islomni qabih ko'rsatib, hududlarni toshbo'ron qilinish, hijobni va boshqa islomiy ahkomlarni qoralab film ishlaydi. Qobbah adl deyiladi ana shunda ular. Adlni qabih qilib ko'rsatyapti. Ana endi tepada turgan o'sha adolatsiz podshohlar bilan bir xil biladi qilayotgan ish.
Mana bu gapni aytyaptilar Ali roziyallohu anhuning so'zlari. O'zi zulm nima? Arab tilida zulm deganda narsani o'z o'rnidan boshqa o'ringa qo'yish deyiladi. Va kishini qilmagan ishi bilan jazolash deyiladi. Shuning uchun ham arablar mana aytadi: "Man ashbaha abahu faman zalam." Kim otasiga o'xshasa zulm qilmabdi. Ya'ni noo'rin joyga tushmabdi deganida, otasiga o'xshasa zulm qilmabdi degani, onasiga zulm qilmabdi deyishadi. Onasiga odamlar yomon gumon qilmaydi, ya'ni ha dadasini o'zi ekan mana deb onasiga ishonadi hamma. Maqsad o'rniga tushadi demoqchida, ya'ni. Demak, zulm bir narsani o'rniga tushirmaslik. Va shuning uchun ham har qanday yomonlik qilgan odamni zolim deyiladi. O'rniga tushirmaydi narsani u. Arablar yomonlikda haddan oshgan kishini ilondan da zolim bu, bo'ridan da zolim deb gapiradi. Nimaga? Chunki ilonda shunaqa xislat borki, o'zini uyi yo'q uni. Borib birovni uyiga tushib oladi. Haqiqatan ilonni bir o'zicha uy qurganini ko'rganmisiz? Yo'q. Qayerda birovda bir kalamushda bir nimani uyi bo'lsa, borib yeydida, uni o'rniga o'tirib oladi. Ana shu qarang. Birovni o'rniga o'tirib olyapti-ku, noo'rin joyga. Shuning uchun arablar har qanaqangi odam nohaq narsasini olsa, shuni ilondan da zolim deb gapiradi. Hop, yoki bo'ridan da zolim deyilgani ham xuddi shunday. Bo'rida ham shunaqa xislat bor chunki. Kelib haqqi yo'q ishlarni qilib ketadi. Masalan, bitta qo'yni yesa qorni to'yadi-ku, to'g'rimi? Yo'q. Bitta qo'y bilan kifoyalanmaydi. Hamma qo'ylarni chavlab ketadi. Ochiq zolim bu. Haqqi yo'q narsaga tajovuz qiladi. Va yana varoldan da zolim deydi arablar. Varol ichkimar sahrolarda bo'ladigan. U ham shunaqa, birovning uyiga kirib oladi. Xususan ana dob bor-ku, arablardagi kichkina ichkimar. U yeyiladigan ichkimar, ya'ni. O'shani uyiga kirib oladi, uni yeb, o'ldirib. Shuning uchun ham varoldan da zolim, ichkimardan da zolim deb gapirishadi, ya'ni. Yana arablar aytadi: "Man istar az-ziba zolam." Kim bo'rini cho'pon qilsa, zulm qilibdi. Ya'ni tasavvur qiling, qo'ylaringizga cho'ponlik qilish uchun bo'ri qo'ydingiz. Qo'ylarga zulmmi bu? Ana shunga o'xshab xalqlarga ham yong'ich odamlarni yeb to'ymaslardi. To'yganidan oshiqni ham ochko'zlik qilib yuradigan och bo'rilarni boshliq qilib qo'yish xalqqa zulm. Qo'ylarga bo'rini bosh qilib qo'ygandek gap bu. Yana ba'zi hukumatlar aytadi: "Uqubatlarning eng tezi zulm qilgan kishining uqubati va Allohdan boshqa yordamchisi yo'q odamga zulm qilganning uqubati." Ana shu eng tezda keladigan jazo. Va ne'matlarni nuqson bilan qarshilash. Ya'ni shukrini qilmay, ne'mat kelgan sari noqis bo'lib ketaverish. Va boy odam faqirga bo'yin cho'zishi. Eng tez keladigan jazolar mana shundan. Yana Mujohid aytadilar: "Muallim agar bolalar o'rtasida adolat qilmasa, zolimlardan deb yoziladi." Hatto muallim, ya'ni masalan bir bolaga ko'proq e'tibor beradi, bir bolaga e'tibor qilmaydi. Ana shu zolim muallim deb yoziladi deyiladi. Rivoyat qilinishicha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam johiliyatda bo'lgan urush Harbul Fijorda ishtirok etgan ekanlar. Va arablar Forsga zohir bo'lgan urush Ziqor urushida ham ishtirok etganlar deyiladi. O'shanda xursand bo'lgan ekanlar. Chunki ular mazlumligidan. Ya'ni bu o'zi sahih nosahihligida ixtilof bor. Aksar ulamolar zaif degan bir rivoyatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Harbul Fijorda ishtirok etganliklarini. Harbul Fijor bo'lganligi aniq. U johiliyatdagi urush. Qurayshliklar bilan boshqa qabilalar urushgan. Sababi Qurayshliklardan bir odam qatl qilinganda uni haqqini so'rashadi, keyin haqqini berishmaydi qabilalar. Keyin shuning uchun Quraysh ularga urush ochadi, ya'ni. Buni tafsilotlari bizga kerak emas. Xullas o'shanda Quraysh mazlum bo'ladi haqiqatan. Mushrik bo'lsa ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelishidan avval Quraysh u mazlum bo'ladi. O'shanda aytishadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Quraysh safida turib urushganlar. Boshqa kofir qabilalarga. Quraysh ham kofir bo'lsa. Nimaga urushganlar? Mazlumligi uchun Quraysh. Xuddi shunga o'xshash. Risolat zamonida deyiladi, ba'zilar risolat zamonidan avval deydi uni ham. Al-Muhim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayot bo'ladilar. Dunyoga kelgan bo'ladilar. Arablar bilan forslar o'rtasida ham urush bo'lgan. Arablar ham kofir, forslar ham kofir. Lekin arablar mazlum bo'lgan o'shanda. Forslar hukmini o'tkazmoqchi bo'lgan arablarga. Bosqin qilganda, ya'ni. Ana shunda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xursand bo'lganlar. Arablar Forsga urush qilgani va undan g'alaba qilganiga. Butun imperiyaga g'alaba qilmagan albatta, lekin o'sha bosqinchilarni haydab chiqarishgan.
Endi o'shanda bir rivoyatlarda keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ishtirok etganlarida va ishtirok etmaslikni payg'ambarlikdan keyin ham istamasdim deganlar. Ya'ni toki kimdir aytmasinda, ha u payg'ambarlikdan avval bo'lganda u hujjat bo'lmaydi kofirni safida turib urushishga demasligi uchun aytganlarki, agarchi islomda ham mana shu payg'ambarlikdan keyin ham ya'ni unga afsus qilmayman deganlar. Ishtirok etmagan bo'lishni istamayman. Shu ishtirok etganligimni yaxshi ko'raman degandek gapirganlar yani. Rivoyat zaif aslida, lekin buni haligi hodisa ham quvvatlaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nimada ishtirok etganlar-ku, Qurayshda Hilful Fuzulida. U yerda ham gal kofirlar bo'lgan. Ana shunaqa zulm qilmaslikka ittifoq qilishgan, o'shida Rasululloh ham bo'lganlar. Bu sahih rivoyat. O'sha ham mana bu rivoyatlarda bir ma'nosini quvvatlaydi demoqchimiz. Maqsad mazlum uni himoya qilinadi, garchi kofir bo'lsa ham. U kimligi ikkinchi darajalik ish, keyin gaplashilinadi, uni keyin hal qilinadi. Shuning uchun ham aytdik-ku mana hozir bo'layotgan to'stopolonlarda, Ukrainaga ruslar bosib kirgan paytda, u Ukrainlar ortda Yahud turibdi, Yevropa turibdi, bashabozlik uyda rivojlanadi, uni ortdan. Bular hammasi gunohligi, katta bir munkarligi aniq. Buni lekin qo'ying hozir siz. Ayni shu yerda ularning boshiga kelayotgan narsada u mazlum u. U qolgan narsalar keyin o'lchanadi u. Hech qachon ana shunaqa paytda asli u unday edi, asli bu bunday edi degan gap ko'tarib chiqilmaydi. Hozir shu o'rinda u mazlum, shu keyin ikkinchi darajada keyin ular hal qilinadi. Yana Abul Munzir Hishom Soybil Kalbiy aytadi, mana Ziqor voqeasi bu Badrdan avval bo'lgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Madinada bo'lganlar. Rasulullohga o'sha xabar yetganda haza awwal yawmin intasafat fihi al-arab min al-ajam. Mana bu arablar ajamlardan o'chini olgan birinchi kun degan ekanlar. Ya'ni o'sha Forsga g'alaba qilgan bo'lgan kofir arablar. Buni asli Rum surasining tafsirida ham o'tdik. Rum kofir, Fors kofir. Lekin Rum g'alaba qilganda musulmonlar xursand bo'ladi dedi Alloh. Mana shu oyat hadislar quvvatlaydi bir oyatlarni. Va Najjoshiyning qissasi ham dalil bunga. Najjoshiyning jamoati, Najjoshi o'zi musulmon bo'lgan bilan uni jamoati hammasi musulmon bo'lmagan. Davlat boshqaruvidagilar, ya'ni masihiy bu xristian bo'lgan ular. Ammo unga qarshi inqilob qilinganda sahobalar xavotirlanib o'tirishgan. Endi bir yomoni kelib qoladi, bizga undan battar bo'ladi deb. Keyin o'shanda kuzatishgan borib jang Najjoshiyning foydasiga hal bo'lganligini ko'rib xursand bo'lishgan sahobalar. Yana Hisham aytadi, buni o'qidik. Keyingisi Azbat ibn Quray as-Sa'di Banu Sa'ddan chiqib ketgan ekan. Banu Sa'd qabilasidan bo'lgan o'zi bu odam. Sababi o'sha qabilaning kattalaridan bo'lgan bu. Va lekin odamlar uni hurmatini joyiga qo'ymas ekan, katta odam deb. Arazlab chiqib ketgan. Keyin borib bir boshqa odamlarning yonida ular bilan hamroh bo'lib yashapti. Qarasa, o'sha borgan yangi joydagi odamlar ham ular ham kattalarni hurmat qilmas ekan. Ular ham kattalariga zulm qilar ekan. Ular ham yoqmabdi keyin. Va o'zining qavmiga qaytib kelibdi-da, shundan keyin bir gapni aytgan ekan, o'sha gap keyinchalik hamma yoqda maqol bo'lib qolib ketgan. Bikulli wadin Banu Sa'd. Hamma vodiyda Banu Sa'd bor ekan deb tavbasiga tayanib o'zining qishlog'iga qaytib kelgan. Hamma vodiyda Banu Sa'd bor ekan degani, ya'ni bitta meni qavmim emas ekan zulm qilayotgan. Hamma yoqda Banu Sa'dga o'xshagan zulmlar, zolimlar bor ekan deb qaytib kelgan. Shundan keyin mana shu gap maqol bo'lib qoladi arablarda. Hamma vodiyda Banu Sa'd bor. Bu kimga aytiladi? Bir odamlar bor-ku, o'zini yurtida bo'layotgandek his qiladi hamma muammoni, to'polonni. Go'yoki qolgan joylar zo'r, hamma yoq. Ana shunaqa odamlarga aytiladi-da, hamma vodiyda Banu Sa'd bor. Bittasi emas qiynalayotgan, ya'ni hamma qiynalyapti. Buguncha bizning ichimizdagi bugun haligi hijrat qilsam amal qilaman deyotgan odamlarga ham tegishli gap. Hamma vodiyda Banu Sa'd bor deyiladi. Ya'ni xavfsizlik bo'limi DXX faqat sizning yurtingizda emas. Hamma vodiyda bor u. Shuning uchun u amal qilishga uni bahona qilinmaydi. To'g'ri, qaydadir qattiqroq, qaydadir yumshoqroq, lekin hech qayer jannat emas dunyoda. Yana arablar aytishadi: "Man lam yakun ziban akalathu ziab." Kim bo'ri bo'lmasa, bo'rilar uni yeb qo'yadi. Endi bu ham nima, inson o'zining haqqini olishligiga targ'ib. Xususan odamlar fazilatni tushunmaydigan zamonda, kechirimni tushunmaydigan zamonda o'ch olish kerak. Garchi o'ch olish niyatingiz yo'q bo'lsa ham. Sabab, masalan, odamlar haddini bilmaydi ya'ni. Shabi rahimahulloh mana shuni hikoya qilib aytar ekanlar: "Va man zallazi yarda an ta'kulahu zi'ab."
bo'rilar uni yeb qo'yishiga kim rozi bo'ladi? Rozi bo'lmaydimi? Demak, o'zing ham bo'ri bo'l, debdi. Endi agar bunaqangi darajada bo'lmasa, ya'ni odamlar bir afni, kechirimni tushunsa, aslida kechirim afzal. Chunki siz zolimga raddiya qilishingizdan ko'ra Alloh raddiya qilishi kuchliroq. Shuning uchun kechiring. Arablarda aytadi mana shoir: "Isbir ala zulmi va la tantasir, faz-zulmu mardudun ala zolim." Sabr qil, zulmga o'ch olma. Zulm zolimni o'ziga qaytadi. Vakil ilallohi zaluman fama robbi ani zolim bin naimi. Zolimni Allohga havola qil, Robbim zolimdan uxlab yotgani yo'q. Yana aytadi, sen uxlar ekansan, mazlumning ko'zi uxlamaydi. U senga duoibat qiladi va Allohning ko'zi ham uxlamaydi. Va yana aytadiki, agar sen o'zingdan past darajadagi kishiga zulm qilishingga nafsing seni zarurat seni deyapti, nafs emas. Zarurat seni chaqirsa, sen shunda Alloh senga ham uqubat berishiga qodirligini esla. Ya'ni o'zingcha bir odamga zulm qilmoqchisan. O'zingdan past darajadagi odamga. Shu paytda sendan ham yuqori zot Alloh borligini esla deyapti. Bu aslida oyatdan olinganda, Alloh erkaklarga aytgan buni. Agar ayollar sizlarga itoat qilsa, ularga qarshi yana boshqa ish qilmanglar degan. Alloh sizlardan-da katta. Ya'ni sen katta bo'lsang, undan sendan ham katta Alloh degan ma'no. Odamlarda shuning uchun eng aqli noqisi o'zidan past darajadagiga zulm qilgan odam deyiladi. Chunki undan ham katta zot borligini unutgan bu. Yana aytishadi arablar, agar amir senga zulm qilsa, agarda xalqdan birov senga zulm qilsa, amirni chaqirasan. To'g'rimi? Ha. Endi amir zulm qilsa kimni chaqirasan? Agar amir senga raqib bo'lgan bo'lsa, gapni ko'paytirma, amir g'olib. Ya'ni Allohga havola qil, u bilan tenglashma, deyapti-da. Ka'b radhiyallohu anhu Umar radhiyallohu anhuga aytgan ekanlar. Vaylun li sultonil ard min sultonis sama. Yerning sultoniga samoning sultonidan vayl bo'lsin. Dunyodagi zolim podshohga Allohdan, ya'ni vayl bo'lsin. Shuni Umar aytgan ekanlar, magar o'zini nafsini hisob-kitob qilganlar bundan mustasno deganlar. Ka'b shunda nafsim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, va Tavrotda ham xuddi shunaqa bu. Bitta harf ham o'zgarmadi aytgan gap Tavrotdagidan. Ka'b Tavrotni bilganda, ya'ni. Bu ham Umar roziyallohu anhuning ilhomlaridan demak. Tavrotdagiga muvofiq gapiryaptilar, qarang. Chunki podshohlarda adolatli ham bor haqiqatan. Bir kuni Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh xalifa bo'lgan paytlarini avvalida majlisga chiqib odamlarga aytgan ekanlar, mashaalloh, Valid ibn Utba Shomda, Hajjoj Iroqda, Qurrat ibn Sharik Misrda, Usmon ibn Hayyon Hijozda, Muhammad ibn Yusuf Yamanda, yer zulm bilan javrga to'lib ketdi-ku deganlar. Chunki mana bu sanagan odamlari Umar ibn Abdulaziz xalifalikka kelishdan avval Umayylarda xalifalar tomonidan saylangan valilar, hokimlar, Hajjojga o'xshagan odamlar aksari bulardi, ya'ni. Hamma yoqda shunaqangi zolimlarni qo'yib tashishgan. Yer zulmga to'lib ketdi-ku deganlar shuning uchun.